Kamol Qahhorov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Do'stlar, kanalimni 93% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos hozir 5 sekund vaqtingizni ajratib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa davom etaman. Asl ismi Kamol emas, Kamoliddin. Familiyasi Qahhorov. Instagram va YouTube blogeri. Oilasini moddiy ta'minlovchisi hisoblanadi. Futbolist bo'lish orzusi bo'lgan, lekin o'ziga hech qachon futbolist bo'lmaslikka va'da bergan. Blogerlik faoliyatini 2017-yil boshlagan. Ilk faoliyatini Instagramda boshlagan. YouTube'ga 2019-yil birinchi videolarini yuklashni boshlagan. O'sha videolari 10-15 ta prosmotr yig'gan. Shu sabab faoliyatini Instagramda davom ettirgan. Aslida esa hammasini YouTube'dan boshlash niyati bo'lgan. Hozirgi YouTube kanalini 2022-yil iyul oyida boshlagan. Kamol Qahhorov adabiy o'zbek tilida gapiradi. Maktabda juda a'lo o'qigan. Sababi yoshligidan qizil attestat olish va universitetda o'qish istagi bo'lgan. 11-sinfni medalga, 9-sinfni esa qizil attestatga bitirgan. Kumiri Mixail Litvin. Yoshligida o'zining auch telefoni bo'lishini juda xohlagan va istirohat bog'i skameykasidan aynan shu rusumdagi telefonni topib olgan. Aynan shu telefoni bilan vaynerlikka qadam qo'ygan. Birinchi vaynlarni maktabida suratga olgan. Instagram yoki TikTok yo'q bo'lib ketsa ham, baribir media sohasida ishlashni tanlashni aytgan. LGBTga qarshi ekanligini aytgan. Qizlarni ajali degan so'zlari juda mashhur bo'lib ketgan. Din haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmasdan video qiladigan blogerlarni yoqtirmaydi. Universitet hech kimga ish topib bermaydi degan fikrda. Oilada 4 ta farzand, o'zidan katta opasi bor. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Shahar markazida 2 xonali uyda yashashadi. Uylarda esdaliklar uchun alohida xona burchagi mavjud. 16 yoshida tushgan rasmi Instagram akkauntida 4 yil profil rasmi bo'lib turgan. Mehribon TikToker nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Bunga qo'shimcha 12 Pro Max telefonni sovg'a qilib berishgan. Hozirda o'sha telefonni Kamol Qahhorovning onalari ishlatadilar. O'rtoqlari uni Koma deb chaqirishadi. Onasi niyat qilgani uchun maktabda a'lo baholarga o'qigan. Maktabda hamma fandan yaxshi o'qish emas, vaziyatdan chiqib ketish muhim deb hisoblaydi. Birinchi marta samolyotga Turkiyada sayohat vaqtida o'tirgan. Keyinchalik oyisi va opasiga Turkiyaga sayohat uchun bilet sovg'a qilgan. Qimmat mashinalar sotib olishga qiziqmaydi. Yosh bo'lganligi sabab ko'pchilik uni mensishmagan. Otasi oshpaz, onasi uy bekasi hisoblanadi. Grand Mobile bu iOS va Androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib, unda siz har kim, masalan, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin. Video ostidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va Vigetta promokodini kiritib, 30 ming rubl o'yin valyutasini, 7 kunlik VIP hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling. Grand Mobile'ni qo'llab-quvvatlash uchun Play Market yoki App Store'dan ularga 5 baho beramiz. 2003-yil 10-sentyabr kuni tug'ilgan. Birinchi videolarni Instagramda prank olishdan boshlagan. Kamoliddin o'zbek sinfida o'qigan. Instagramda videolar olishni Rashid ismli o'rtog'i maslahat bergan. Kamol Qahhorov maktabdagi tadbirlarda faol qatnashgan. Kamolot hamda kamalak tashkilotlari faoli hisoblanadi. Institutga pul berib o'qigandan umuman o'qimagan degan fikrda. Kelajakda sirtqi smenada marketing sohasida o'qish niyati bor. Street 77 ambasadori hisoblanadi. Aviasales kompaniyasi bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Instagramda postlari o'rtacha reklama narxi $1000 turadi. Storieslarda reklamaning o'rtacha narxi esa $300. Aviasales eng birinchi ishlagan kompaniyalardan biri bo'lgan. Birinchi 3 ta reklama posti uchun ulardan $100 olgan. Street 77 kompaniyasining marketing bo'limida ham ishlaydi. Yoshlik davrida mahallasidagi futbol maydonida har kunni o'tkazgan. Kamol Qahhorov emotsional inson hisoblanadi. Futbol o'ynab 2 marotaba oyog'ini sindirgan. Kamol Qahhorov uyida Messi shaxsan dastxat qo'ygan futbolka saqlanadi. Bukmekerlar YouTube kanali uchun 6 oyga $18 ming ga reklama taklif qilishgan. Star House'da ishlagan vaqtlari esa $57 ming taklif qilishgan. Hozirgi komandasida uning laqabi Yevrey, sababi dunyoqarashi yevropaliklarga o'xshagani uchun. 2 yil rus do'stlari bilan yashashgan. Star House'da deyarli proyekt menejer sifatida ishlagan.
O'zbekistondagi eng birinchi TikTok House Limon House'da ham yashab ijod qilgan. O'zbek segmentida Milka shokolad brendi bilan hamkorlik qiluvchi sanoqli blogerlardan biri. Kamol Qahhorov xayr-ehson ishlarini yaxshi ko'radi. Angrenlik nogiron bolaga notebook sovg'a qilgan. Yoshlik vaqtlari og'aynilarining velosipedlariga qarab havas qilishgan. O'z aytganidan va bilganidan qolmaydigan insonlardan biri. Hozirda Spark mashinasi bor va uni Selena deb ataydi. Aynan shu Spark rusumli mashinasini sotish niyati yo'q. Kamol Qahhorov ushbu mashinani salondan $8300 ga xarid qilgan. Mashinasi oyisining nomiga olingan va salondan chiqishini 6 oy davomida kutishgan. Kamol Qahhorov YouTube kanalida birinchi 1000 ta obunachisini 15 daqiqada yig'ishgan. Bu statistikaga aynan birinchi pulimni ishlat rubrikasi sabab bo'lgan. Aynan shu videoga jami hisobda 4 million so'mdan ortiq pul sarflangan. O'zbekistondagi eng birinchi blogerlardan hisoblanadi. TikTokda 1,5 milliondan ortiq obunachilari bor. Eng ko'p ko'rilgan videolari YouTube'da Bekim Machoq va pulimni ishlat rubrikasining videolari hisoblanadi. Atrofida asosan o'zidan yoshi katta insonlar bilan do'st tutunadi. Hozirda jamoada Jeko hamda Azimchik bilan juda yaqin munosabatda. Kamol Qahhorov juda tez yuguradi. Yengil atletika bo'yicha tuman chempioni bo'lgan. Yunusobod tumanida istiqomat qiladi. Skydivingni yaxshi ko'radi. Hozirda iPhone smartfonidan foydalanadi. YouTube videolariga montaj uchun alohida kompyuter yig'dirishgan. YouTube'da faoliyatini Asad ismli bola bilan boshlashgan. Hech kimdan pul qizg'anmaydi. Punktuallikni yaxshi ko'radi. Hozirda yoshi 20 da. Giveawaylar qilishni yoqtiradi. Do'stlar, keyingi video kim haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.